Bu insani münasebet bugünkü Müslümanlar biz yo'qotib qo'ygan narsaning birisi. Biz boshqalarga islomni tunishtirmoqchi bo'lsak, islomni tushuntirmoqchi bo'lsak, old bilan uning bilan insoniy munosabat o'rnatishimiz kerak. Yana azroq mangandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir bo'lak kishilarning nihoyat boyashat turmushda yashayotganligini ko'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Jibril alayhissalomdan bu nima kishilar deb so'raydi. Jibril alayhissalom bular Alloh yo'lida kurash qilgan g'azolar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom payg'ambarlikning 10-yildagi haj mavsumida bir qabila yoki jamiyatning musulmon bo'lib, Makkadagi mazlum sahobalarni qanot ostiga elishni va himoya qilishni umid qilgan bo'lsa-mu, bir qabila yoki jamiyat emas, faqat Madinaga kelgan 2 kishilar musulmon bo'ldi. Musulmonlarning Makkadagi ahvoli nihoyat qiyin ahvol qarab mangdi. Hatto chidag'usiz holat keldi. Abdurrahmon ibn Avf va bir qancha sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yoniga kelib, "Ey Rasululloh, biz mushrik vaqtimizda, ya'ni iymon etmagan vaqtimizda nihoyat aziz, hurmatli kishilar edik. Musulmon bo'lgandan keyin nihoyat xor kishilardan bo'lib qoldik. Bizga ruxsat qilgan bo'lsalar, bizga zulm qilgan, bizning oldimizni to'sgan bu mushriklarga qarshi qurolli harakat qilgan bo'lsak, ya'ni jihad qilgan bo'lsak" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularga "Men buningga buyurilmadim. Sabrchan bo'linglar, chidamchan bo'linglar" deydi. Chunki bu vaqtda sahobalarning soni nihoyat oz bo'lib qolmay, urush uchun zarur bo'lgan iymoniy va moddiy tayyorliklar bitmagan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning harakat qilish metodi puxta tayyorlik bilan ziyonni eng tuvan chekka tushish orqali natijani qo'lga keltirish edi. Hargizmi tayyorlik qilmasdan qarg'ulachi harakat qilib Alloh yo'lida o'lib olish emas edi. Sahobalar shuncha qiyin ahvolda qolsa-mu, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalarga "Chidamchan bo'linglar, savrchan bo'linglar" deb ularni qurolli harakat qilishdan to'sib keladi. Payg'ambarlikning 11-yilimi ilgirki yilga o'xshash nihoyat qiyinchilik ichida o'tadi. Bu yilmi haj mavsumi yetib keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu yilgi haj mavsumini xuddi ilgirki yildagi haj mavsumiga o'xshash fursat g'animat bilib, bir jamiyat yoki qabilaning musulmon bo'lishini va u orqali musulmonlarning ozodlikqa, bir homiylikqa erishishini umid qiladi. Har tarafdan hojilar kelishga boshlaydi. Mushriklarmi bir qabila yoki jamiyatning musulmon bo'lib, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va uningga ergashgan kishilarni qanot ostiga elib qolamiki deb nihoyat ansiraydi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning harakatini nihoyat inchki kuzatadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kishilar shirin uyquga ketgan vaqtida, ya'ni tang kechida bir tarafiga Hazrati Abu Bakr, yana bir tarafiga Hazrati Alini elib, har tarafdan hojilar tushgan chedirga birma-bir kirib, ularga islomni tushuntirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom nima uchun bir tarafiga Hazrati Abu Bakrni, yana bir tarafiga Hazrati Alini oladi? Chunki mushriklardan Abu Lahab va Abu Jahl payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularga islomni da'vat qilishdan burun hojilar kap bo'g'icha ularning chedirga birma-bir kirib, qachonlarga Muhammad ismli birisi o'zini payg'ambar deb kirsa, uningga ishonmanglar, u bir sihigar, u bir yolg'onchi. Agar uning degan rost bo'lgan bo'lsa, mana men uning tog'isi Abu Lahab uningga ergashgan bo'lardim. Shundaqla mana bu Abu Jahl oramizdagi mo'tvar kishilarning birisi. Agar uning degan rost bo'lsa, haqiqat bo'lgan bo'lsa, uningga oramizning mo'tvar kishilar ergashgan bo'lardi. Demak, uningga mendek tuqqini va Abu Jahldek mo'tvar kishilarning hech qaysi ergashmaglik. Uningga ojiz, namrat jamiyatdagi eng tuvan kishilar ergashiglik deb payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning da'vatini to'sish uchun butunlay ta'tir tashviqot qilgan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dushmanning harakatining halqiliq nuqtasiga zarba berish uchun o'ziga tuqqinning ergashganligini bildirish uchun Hazrati Alini, shundaqla mo'tvar kishilarning ergashganligini bildirish uchun yana bir tarafiga Hazrati Abu Bakrni elib, chedirma chedir kirib kishilarga islomni tushuntirdi. Agar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kuchli meni qo'g'daydi deb o'ylab, bir tarafiga Hamzani, yana bir tarafiga Umarni olgan bo'lsa, dushmanning u ta'tir tashviqotining halqiliq negizlik nuqtasiga bunchalik zarba bermagan bo'ladi. Buningdan biz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning dushmanning halqiliq nuqtasiga zarba beradigan sezgi va inchika zirak odam ekanligini ko'ra olamiz. Bir kechasi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Zuhal va Shayban qabilasining chediriga kirib, ularga islomni tushuntirdi. Ular islom haqida kallasiga kelgan savolning hammasini so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularning savoliga tafsiliy birma-bir javob beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan ularning o'rtasida nihoyat qizg'in suhbat bo'ladi. Ular islomning haqiqat dini ekanligini biladi, lekin hozircha islomga kirmay turadiganligini aytadi. Chunki bu vaqtda musulmonlarning ahvoli intayin nachar, musulmon bo'lish nihoyat og'ir badallarni talab qiladigan, shundaqla musulmon bo'lish butun arab mushriklarning hammasiga dushman bo'lish deganlik edi. Bundaq vaqtda oxiratdagi abadiy hayotga haqiqiy ishongan va u hayot uchun vaqtliq bu hayotidan voz kechadigan kishilar iymon aytadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yana umidsizlanmay da'vatini davomlashtirdi. Hojilar yurtlariga qaytishga boshlaydi. Haj kunlarining oxirgi bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Mina tog'ini bo'ylab ketayotganda bir qancha kishilarning paranglaşayotganligini ko'rib, ularning yoniga berib ularga salom berdi va ularga azroq paranglasak bo'lamdi deydi. Ular bo'ladi, qani o'ltiring deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'ltirib, ularga islomni tushuntirdi va tushgan Qur'on oyatlarini ularga o'qib berdi.
va o'zininki Alloh taolo insonlarga avatgan oxirgi payg'ambar ekanligini aytadi. Ular payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan islom to'g'riliq tafsili anglab bo'lgandan keyin birisi-birisiga qarashib hayron qoladi. Va ular birisi-birisiga Yahudilar bizga davomli tahdid soladigan oxirgi payg'ambar mush ekan deydi. Chunki bu kishilar Madinadan kelgan bo'lib, Madinadagi Yahudilar davomli ularga oxirgi payg'ambar pat yaqinda keladi. Biz uningga ergishib sizlarni yo'qitmaymiz deb tahdid soladi. Va bu kishilar Yahudilardan oxirgi payg'ambarning sifatlarini nihoyat ko'p anglaydi. Yahudilardan anglagan oxirgi payg'ambarning sifatlarining ko'pinchisini payg'ambarimizda ko'rgan edi. Ular maslahatlashgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning haqiqiy payg'ambar ekanligiga tushunib bitdi va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga iymon etdi. Va ular payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga bizning Madinada Xazraj qabilasi bilan Aws qabilasining o'rtasida uzunga suzilgan ziddiyat va urush bor. Biz Madinaga qaytgandan keyin bu dinni kishilarga tunishtiramiz va kishilarni islomga chaqiramiz. Agar islom orqali oramizdagi ixtilof oxirlashib, ittifoqlashsak, Madina xalqiga sendimmi suyumlik odam bo'lmaydi deydi. Bular Madinaliklar orasidagi o'qimishli 6 nafar kishi bo'lib, Asad ibn Zurara, Awn ibn Haris, Rafi'a ibn Malik, Uqba ibn Amir, Qutba ibn Amir, Jabir ibn Abdullah qatorliqlar edi. Ular payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan kelarki yilgi hajda uchrashishni va'dalashib yurtiga qaytdi. Madina Makkadan 400 kilometr yiroqlikda bo'lib, aholisi Yahudi, Arab, mushriklar va oz bir qism xristianlardan tashkil topadi. Ya'ni Banu Qaynuqa, Banu Nazir va Banu Qurayza qatorliq bu 3 aymoq Yahudi aymoqlari edi. Xazraj va Aws bo'lsa Arab qabilalari bo'lib, bular mushrik, ya'ni butparast edi. Bular hammasi butparast bo'lsa-mu, Xazraj qabilasi bilan Aws qabilasining o'rtasida 120 yilga suzilgan urush bor edi. Ularning o'rtasidagi urush o'ti o'chib, ittifoqlashqili oz qolgan vaqtida Yahudilar ularning o'rtasida yana adovat urqini chechib, ikkisini urush qilish orqali o'zlariga keladigan tahdiddan saqlanadi. Shundaqla Banu Qaynuqa va Banu Nazir yahudilari Xazraj qabilasiga Aws qabilasiga qarshi yordam berdi. Banu Qurayza yahudilari bo'lsa Aws qabilasiga Xazraj qabilasiga qarshi yordam berdi. Demak, yahudilar ikki tarafga bo'linib, ikki arab qabilasining keyinda turib, birisi-birini urushga soladi. Ammo yahudilar o'zaro nihoyat ittifoq edi. Bu vaqtda Madinaning umumiy nüfusi 10 ming atrofida bo'lib, 6 ming arab mushriklari, 4 ming yahudilar edi. Arablar son jihatda yahudilardan ustun bo'lsa-mu, ammo iqtisodiy, siyosiy jihatda yahudilardan tuvan edi. Buning sababi bo'lsa arablar orasidagi ichki ziddiyat va urush edi. Shuning uchun arablar yahudilarning qo'llarida ishlaydi yoki yahudilarning zaminlarini huddiga elib teriydi. Ya'ni Madinaning umumiy iqtisodining asosli gavdasini yahudilar kontrol qiladi. Yahudilar arab mushriklarga davomli oxirgi payg'ambardan tahdid soladi va oxirgi payg'ambarning sifatlarini ularga ko'p deydi. Va ularga oxirgi payg'ambarimiz kelganda biz uningga ergishib, sizlarni ot va Iron qavmini o'ltirgandek o'ltirib yo'qitib o'tamiz deydi. Musulmon bo'lgan 6 nafar Madinalik kishi dal yahudilardan oxirgi payg'ambarning sifatlarini nihoyat ko'p anglagan va u sifatlarning ko'pinchisini payg'ambarimizda ko'rgan. Shundaqla bu payg'ambarga yahudilar ergishishdan burun biz ergishaylik, chunki bu haqiqat deb musulmon bo'lgan edi. Va bu orqali Xazraj va Aws qabilasi o'rtasidagi urushning oxirlashini umid qilgan edi. Chunki bu kishilar xalq orasidagi o'qimishli kishilar bo'lib, xalqining orasidagi ichki urush va ichki ziddiyatdan nihoyat bearam edi. Bu haqda ko'p o'ylanadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan ko'rishgandan keyin islomning ularning orasidagi ziddiyat va ixtilofni yo'q qila oladiganligiga ishongan. Shuning uchun ular darhol musulmon bo'lgan edi. Ular Madinaga qaytgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga va'da bergandek, qabila yoki oymoq yoki jamoat ayirmasdan umumyuzlik shaklda islomni tushuntirishga boshlaydi. Shunday qilib Madina xalqi orasida islomning gapi bo'lishga boshlaydi. Lekin Makkadagi musulmonlarning ahvoli yana qiyinchilik ichida davomlashadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga vahiy kelgani 12 yil bo'lgan bo'lsa-mu, musulmonlarning soni texnik ko'paymagan, biroq kuchli qabila yoki jamoat musulmon bo'lib, musulmonlarning qanot ostiga olmagan edi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ayoli va tog'asidan iborat ikki qanotidan ayrilgan va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Toifdagi mushriklar tomonidan nihoyat haqorat va kamsitishlarga uchrab, qalbi cheksiz qayg'uga to'lib, ilohiy tasalliga muhtoj bo'lib turibdi. Mushu vaqtda Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qalbiga tasalli berish va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ruhini ko'tarish uchun ruhiy olamga safar qildirdi. Bu voqeaning tafsiloti bunda. Payg'ambarlikning 12-yili, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 52 yoshga kirgan vaqtida, ma'lum bir kechasi uxlayotgan vaqtida tang kechida yeniga bir duldul keltirildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom u duldulga minadi. Duldul nihoyat tez sur'atda chepib Masjidul Aqsoga, ya'ni Falastindagi Qudusdagi Masjidul Aqsoga boradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Masjidul Aqsoda 2 rakat namoz o'qiydi. Ondan keyin Jibril alayhisalomning hamrohligida osmonga o'rlaydi. Osmonga chiqqan vaqtida Jibril alayhisalom osmonning eshigini eshitishni talab qiladi. Birinchi qat osmonning eshigi eshiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom birinchi qat osmonga chiqadi. Bu yerda Odam otimizni ko'radi. Odam otimiz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni qizg'in qarshi olib payg'ambarimizga yaxshilik tilaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana o'rlab ikkinchi qat osmonga chiqadi. Bu yerda Yahya alayhisalom bilan uchrashadi. Yahya alayhisalomga o'xshashlar nihoyat qizg'in qarshi olib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga yaxshilik tilaydi.
3-chi qat osmonga chiqadi. Bu yerda Yusuf alayhissalom bilan uchrashadi. Yusuf alayhissalom va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni nihoyat qizg'in qarshilab, yaxshilik tilaydi. Uningdan keyin 4-chi qat osmonga o'rlaydi. 4-chi qat osmonda İdris alayhissalomni ko'radi. İdris alayhissalom va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni nihoyat qizg'in qarshilab, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga yaxshilik tilaydi. Uningdan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yana o'rlab 5-chi qavatga chiqadi. 5-chi qavatda Harun alayhissalomni ko'radi. Harun alayhissalom va payg'ambarimizni qarshilab, uningga yaxshilik tilaydi. Uningdan keyin 6-chi qavatga chiqadi. 6-chi qavatda Musa alayhissalom bilan uchrashadi. Musa alayhissalom va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni qizg'in qarshilab, uningga yaxshilik tilaydi. Uningdan keyin o'rlab 7-chi qat osmonga chiqadi. Bu yerda İbrahim alayhissalomni ko'radi. İbrahim alayhissalom Baytul Ma'murga yo'linib o'ltirayotgan edi. İbrahim alayhissalom va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga salom qilib, uni qizg'in qarshiladi va payg'ambarimizga yaxshilik tilaydi. Baytul Ma'mur bo'lsa, xuddi insonlar uchun tavhid markazi va ibodat markazi bo'lish uchun Allohning uyi sifatida bino qilingan Ka'ba bo'lganidek, farishtalarning ibodat qilish uchun 7 qat osmon ustiga solingan Allohning uyi edi. Bu Allohning uyiga kunda 70 ming farishta kirib chiqib ibodat qilyotdi. Ondan keyin Jibril alayhissalom payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni nihoyat ko'rkam va go'zal, nihoyat cho'ng hashamatlik bo'lgan Sidratul Muntaha degan daraxtning yoniga akiradi. Bu daraxtning yiltizi 6-qavat osmonda, uchi 7-qavat osmonda edi. Jibril alayhissalom bu daraxtning yoniga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni akirgandan keyin, "Men uning ustiga o'laymayman, sen davomli o'la" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'lab Allohning huzuriga nihoyat yaqinlab qoladi. Lekin Allah Taala'ni ko'maydi. Bu vaqtda Allah Taala payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga Jibril alayhisalom orqali 50 vaqt namoz farz qiladi. Bu namoz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uchun emas, balki ummat uchun farz qilingan edi. Boshqa payg'ambarlarning takror tavsiya qilishi bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allohdan talab qilish orqali bu 50 vaqt namozni savobi kamaytilmasdan 5 vaqt namozga tushiradi. Namozning boshqa ibodatlardan alohida o'rinda turishining bir sababi namoz arshining ustida, ya'ni osmonda farz qilingan. Jibril alayhisalom payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni osmonda sayr qildirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom zaminni, ya'ni yer sharini nihoyat ojiz holatda ko'rganligini bayon qiladi. Amaliyotda yer shari shuncha mukammal intizomlashgan bo'lsa-mu, intizomida ozroqla egis-pas bo'lsa, bir damda hukm talqon bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Jibril alayhisalomning hamrohligida osmonni sayr qilayotganda nihoyat bir xush turoqni buraydi va Jibril alayhisalomdan "Bu turoq nima turoq?" deb so'raydi. Jibril alayhisalom Fir'avnning qasridagi iymon uchun bollari va o'zi qiziq mayda tirik ko'ydirilgan ayolning turoqi deydi. Yana azroq mangandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir bo'lak kishilarning nihoyat bayoshat turmushda yashayotganligini ko'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Jibril alayhisalomdan "Bu nima kishilar?" deb so'raydi. Jibril alayhisalom "Bular Alloh yo'lida kurash qilgan g'ozilar" deydi. Yana bir oz mangandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir bo'lak kishilarning ig'iz va qalblarga o'tdan yugan sanib qiynalganligini ko'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Jibril alayhisalomdan "Bu odamlar nima odam?" deb so'raydi. Jibril alayhisalom "Bular kishilarning orasida yolg'on yovudoq gap tarqatish orqali yolg'onchilik qilgan kishilar" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana bir oz mangandan keyin bir to'p kishilarning kiyimsiz charpaylarda yurganligini ko'radi va Jibril alayhisalomdan "Bu odam nima odamlar?" deb so'raydi. Jibril alayhisalom "Bular zakot bermaganlar" deydi. Yana bir oz mangandan keyin bir to'p kishilarning tosh bilan o'zlarining beshiga urib o'zini qiynayotganligini ko'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Bu odam nima odamlar?" deb so'raydi. Jibril alayhisalom "Bular namoz o'qimagan kishilar" deydi. Yana bir to'p kishilarning yanada pokiza halol go'sht bo'lsa, sesiq mehnat go'shtini yeyotganligini ko'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Bu odam nima odamlar?" deb so'raydi. Jibril alayhisalom "Bular zinoxo'rlar" deydi. Yana bir oz mangandan keyin bir bo'lak kishilarning tirnoqlarining hammasi mistin. Shundaqla shu mis tirnoqlarning o'zining badallarini tatilab qiynalganligini ko'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Bu odamlar nima odamlar?" deb so'raydi. Jibril alayhisalom "Bular g'ayvatxo'rlar bo'lib, g'ayvat qilish orqali kishilarning yuz obro'yini to'kadigan kishilar" deydi. Shuna qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Jibril alayhisalomning hamrohligida osmonni sayr qilib bo'lgandan keyin yana Masjidul Aqsoga tushdi va u yerda butun payg'ambarlarga iymon bo'lib namoz o'qiydi. Ondan keyin yana shu do'ldulg'a minib Makkaga qaytdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning osmonga o'lishi Mi'raj deb ataladi. Makkadan Qudusga, ya'ni Masjidul Aqsoga bo'lgan minishi, ya'ni do'ldul bilan kelishi Isro deb ataladi. Bu voqelik Mi'raj va Isro hodisasi deb ataladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deganda boshqacha ruh, boshqacha kayfiyat va qalbi iymonga to'lgan holatda o'rnidan turadi. Bu hodisni tunji qatim o'zini eng qattiq inkor qiladigan Abu Jahlga so'zlaydi. Abu Jahl bu hodisni anglagandan keyin nihoyat xursand bo'ladi. Xuddi bir oltin tepib olgandek bo'lib ketadi. Chunki Abu Jahl bu aqlga zid bu ish bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni sarong'a chiqarishni va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning gaplarini yolg'onga chiqarishni maqsad qilgan edi. Shuning bilan Abu Jahl butun kishilarga xaloyiq darhol Muhammadni qashqilinglar, uning
ajoyib bir ish bo'pti deb kishilarning hammasini payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning atrofiga to'playdi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan bo'lgan ishlarni so'zlab berishni talab qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam xuddi Abu Jahilga so'zlab berganda kechidan bo'lgan ishlarning hammasini so'zlab beradi. Kishilar orasida g'ulg'uli paydo bo'ladi. Mushriklar chavak chelib, kulishib, masxara qilishga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ularga Masjidil Aqsoning sifatlarini birma-bir so'zlab beradi. Mushriklarning Masjidil Aqsoga burun berib boqqandan birisi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan Masjidil Aqsoning atrofidagi turuklar va ishiklarni birma-bir so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam o'zi ko'rgani bo'yicha tafsiliy so'zlab beradi. Mushriklar bundan hayron qolsa-mu bu hodisaga yana ishonmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ularga yo'ldagi karvonlarning ahvoli va karvonlarning nega kelganligi va karvonda yuz bergan ishlar va karvonning qachon Makkaga yetib kelganligiga qadar aniq aytib beradi. Ular yana ishonmay payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni masxara qiladi va payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning sahobalar orasida shubhi taqidi Muhammad mana shunday gaplarni qilib yuriydi deb sahobalarni vasvasaga soladi. Ular hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning eng yaqin hamrohi va g'olliq odam bo'lgan Hazrat Abu Bakrning qashig'iga berib, "Ey Hazrat Abu Bakr, sening hamrohing amdi bugun nima deb qopabdi bilamsa?" deydi. Ular Hazrat Abu Bakrga payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam degan gaplarning hammani deb beradi. Hazrat Abu Bakr Muhammad rost mushundoq dedimi deydi. Mushriklar endi Abu Bakr dindan yangan bo'ldi deb, "Ha, mushundoq dedi" deydi. Hazrat Abu Bakr Muhammad mushundoq degan bo'lsa, u rost debdi deydi. Mushriklar yana bo'ldi qilmay, "U osmonga chiqdim dedi, mushuningga ishonamsa" deydi. Hazrat Abu Bakr, "Men Muhammadga har kuni osmondan vahiy tushadiganligi ishonadigan tursam, uning osmonga chiqadiganligiga nima ishonmayman? Buning o'tirisida nima farq bor?" deydi. Mushriklar mat bo'lib qaytadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Hazrat Abu Bakrning bu hodisaga tutgan pozitsiyasini anglagandan keyin Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Haqqani deb ataydi. Mana haqiqiy do'st Hazrat Abu Bakrga o'xshash ishongan do'sti haqida shubhaga tushmaydi. Uningga ishonadi. Isro va Mi'roj hodisi amaliy yuz bergan hodisimi yoki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ruhida yoki tushida yuz bergan ruhiy hodisimi degan bu haqda ixtilof bor. Ba'zi olimlar amaliy yuz bergan hodisa deb qarasa, yana bir qism olimlar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning uyqu holatida, ya'ni ruhiyda yuz bergan hodisa deb qaraydi. Mayli qandaqlar bo'lmasin, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning Masjidil Aqsoga sayr qilganligi, shundaqla osmonga o'rlaganligi haqiqat. Biz xuddi Abu Bakr aytgandek, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga osmondan vahiy tushganligiga ishonamiz, shuningdek payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning osmonga chiqqanligiga yana ishonamiz. Bu haqda Alloh taolo Qur'on Karimda maxsus oyat nazil qilgan. Hammamiz bilgandek Alloh taolaning har bir ishida hikmat va foyda bor. Undaqda bu Isro va Mi'roj hodisidan bo'lgan hikmat zodi nima? Isro va Mi'roj hodisidan bizga oshkor bo'lgan hikmatlar birinchidan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yurenchuk tag'isi va jarohatlarining malhumi bo'lgan ayoli Xadijadan ayrilgandan keyin qalbi nihoyat qayg'uga to'ladi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga tasalli berish yuzidan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni ruhiy olamga safar qildirib, uningga tasalli bergan. İkincisi Isro va Mi'roj hodisi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va sahobalar nihoyat og'ir zulmga uchragan, g'alaba va nusratning yo'li ko'rinmagan paytda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va uningga ishongan kishilarning iymonini kuchaytirish va qadamini mustahkamlash uchun Alloh taolo tomonidan berilgan ilohiy tamkin. Ya'ni Allohning payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va uningga ishongan kishilarning qadamini mustahkamlashi. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga o'zining qudratini va butun koinotni ko'rsatish orqali payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga tulib tashqan ishonch ato qilishni iroda qilgan. Uchinchidan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Abu Jahil, Abu Lahab va Toifdagi mushriklardan nihoyat xo'rliq ko'rgan, ahonat qilingan. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni bu uchragan ahonati va xo'rliqqa qarta taqdirlash, ya'ni payg'ambarimizning o'rnini yuqori ko'tarish uchun Alloh tomonidan elib berilgan ilohiy taqdir. To'rtinchisi Isro va Mi'roj hodisi yaqinda Madinada qurmoqchi bo'lgan islom davlatining asoslari uchun haqiqiy iymonli kishilarni tanlash uchun elib berilgan ilohiy imtihondir. Amaliyotda bu hodisadan keyin iymonda tarinib qolgan va shubhaga tushgan ba'zi kishilar iymondan yongan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Isro va Mi'roj hodisasidan keyin boshqacha kayfiyat, boshqacha iymon bilan da'vatini davomlashtirdi va g'alaba va nusratga bo'lgan umidi qaytadan yangilanadi. Bu yilmi, ya'ni payg'ambarlikning 12-yilimi haj mavsumi yetib keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu yilmi ilgirki yillarga o'xshash kishilarga islomni tunishtirish uchun tayyorlandi. Shundaqla o'tgan yili bu yilgi hajda uchrashish uchun va'dalashgan Madinalik 6 nafar sahobini kutdi. Madinalik 6 nafar sahobi bu yil 12 odam bo'lib keladi. Ulardan 5 nafari o'tgan yili kelganlar, 7si bo'lsa yangidan musulmon bo'lganlar edi. O'tgan yili kelgan 6 nafar musulmonning birisi bu yil kasallik sababidan kelolmagan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom haj jarayonida ular bilan nihoyat ko'p uchrashib, islomdan ta'lim berdi va yangi tushgan oyatlarni ularga yetkazdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hajning oxirgi kunlari Madinalik bu 12 nafar kishini Aqaba degan joyga to'playdi. Ular qaytish oldida tuandagi 6 turlik ishda ahd oladi. Uning birinchisi Allohga hech narsa shirk keltirmay ibodat qilish, ya'ni sog'lom aqida. Ikkinchisi
o'g'irlik qilmaslik, ya'ni inoq jamiyat. Üçüncüsü zina qilmaslik, ya'ni axloq. To'rtinchisi bolalarini ocharchilikdan yoki nomusdan qo'rqib o'ltirmaslik, ya'ni behuda qon to'kmaslik. Beshinchisi tuhmat qilmaslik, ya'ni kishilarning obro'yini saqlash. Oltinchisi gunoh bo'lmaydigan ishlarda o'ziga itoat qilish. Qarab boqadigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu tunji musulmon bo'lgan madinalik sahobalardan faqat 6 turlik ishda ahd olgan. Amaliyotda bu 6 turlik ish o'zi ixcham, ammo bir inoq jamiyatning asosi edi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Mus'ab ibn Ömer'ni ular bilan birga islomni o'rgatish uchun qo'shib qo'ydi. Shunda qilib Mus'ab ibn Ömer Madinalik sahobalar bilan Madinaga qaytdi. Nima uchun Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam nurg'ulg'an sahobalar ichidan Mus'ab ibn Ömer'ni tanlab Madinaga avatdi? Chunki Mus'ab ibn Ömer'da bir o'qituvchida, bir da'vatchida bo'lishga tegishli sifatlarning hammasi bor edi. U bo'lsa-mu, birinchidan Mus'ab ibn Ömer nihoyat chiqishqoq edi. Bag'illi odam bilan nihoyat tez chiqishib qoladi va uning bilan ko'ni tunishdek bo'lib ketadi. İkinciden Mus'ab ibn Ömer'nin kıyafeti nayet güzel idi. Özü kilişken idi. Mus'ab ibn Ömer'nin kıyafeti Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a nayet okşaydı. Üçünceden Mus'ab ibn Ömer'nin sözleş kabiliyeti başkalarını qail qilish iqtidori bor edi. To'rtinchidan Mus'ab ibn Ömer yurish turishiga va kiyim kiyishiga nayet ahamiyat berdi. Ya'ni Mus'ab ibn Ömer'nin qashig'i borgan odam uning qashini ayolg'usi kelmaydi. Mana mush sabablar tufayli Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Mus'ab ibn Ömer'ni Madinaga o'qituvchilikqa va da'vatchilikka avatgan. Amaliyotda Mus'ab ibn Ömer Madinaga borgandan keyin Madinadagi kishilar bilan oldi bilan insoniy munosabat quradi. Bu insoniy munosabat bugungi musulmonlar biz yo'qotib qo'ygan narsaning birisi. Biz boshqalarga islomni tunishtirmoqchi bo'lsak, islomni tushuntirmoqchi bo'lsak, oldi bilan uning bilan insoniy munosabat o'rnatishimiz kerak. Bu insoniy munosabat orqali uningga islomni tushuntirishimiz kerak. Uning bilan hech qanday insoniy bog' qurmay turib, uni haqoratlab yoki uni tuvan ko'rib, bunda holatda uningga hech qachon islomni tushuntirmaymiz. Ham bu islomning talabi emas. Biz oldi bilan boshqalar bilan insoniy munosabat qurishni o'rganishimiz kerak. Mus'ab ibn Ömer Madinaga borgandan keyin eng avval ular bilan insoniy munosabat qurdi. Madinliklar Yahudilar bilan uzundan beri bir yerda yashag'achqa, oxirgi payg'ambarning gapini Yahudilardan nayet ko'p anglaydi. Mus'ab ibn Ömer Madinaga borgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning sifatlari, alomatlari va payg'ambarimizga tushgan oyatlarni ularga o'qib, ularni islomga chaqirdi. Madina ahli Mus'ab ibn Ömerning gapidan xuddi burundan tortib gapini anglagan bir odamni topgandek bo'ladi. Şunun bilan Madina ahli bir-birlab islomga kirishga boshlaydi. Hatto Aws qabilasining qabila boshlig'i Sa'id ibn Muaz musulmon bo'ladi. Bir qabila boshlig'ining musulmon bo'lishi xuddi bir shahar boshlig'i, bir vali musulmon bo'lganga o'xshash katta ish edi. Sa'id ibn Muaz qabila boshlig'i bo'libla qolmay, bu yinoyat bastalik, o'zi qaram, xuddi Hazrat Umarga o'xshash kishi edi. U musulmon bo'lgandan keyin nima ishlar yuz beradi? Sa'id ibn Muaz qanday musulmon bo'ldi? Bu haqda kitoblar qiziqsanglar, diqqatinglar kelar ketasizlar. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammed'im. Kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammed'im. Kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim.